بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli ahl-i İslam, mümin, Müslüman birodarlar, bugungi bir fayzlik, fazilatlik, ulug' ayyom, sayyidil ayyom, hajjil masokin bo'lgan kunlarning bir ulug' kuni, mo'min musulmonlar masjidga har qanday ishini qo'yib, jami sari qadam qo'yib, Alloh buyurgan juma namozini o'qimoqlikqa, yaratganning roziligini topmoqlikqa, bilib bilmay qilgan gunohlarini Alloh taolo mag'firat kechirishligini Alloh taolodan so'rashga oshiqib, qadam ranjida qilib kelgan aziz mo'min musulmonlar, uzoq joylardan juma namozini o'qiyman deb iymon, e'tiqod, ixlos bilan qadam ranjida qilib kelgan mo'min musulmonlar Alloh taolo dargohida qabul aylasin. Tan joningizni sog' qilsin, hayotingizga xotirjamlik bersin. Ofat va balolardan saqlasin, fitna balolaridan, quruq tuhmatlardan, har xil yomon kasalliklardan Alloh taolo saqlasin. Alloh taolo qahatchilikdan saqlasin, zilzila, ofat balolardan saqlasin. Mana shularni Allohdan so'rab o'tiribsiz, Alloh taolo hammasini yetkazsin. Muhtaram birodarlar, bugun mavzamiz mo'min musulmonlarni haqqi, burchi, eng kerakli burchlardan bittasi qo'shnichilik. Qo'shnichilik qanday ahamiyatga ega dini islomda? Mo'minman, musulmonman deb tilda mag'rurona aytish oson, uni mo'min musulmonchilikni vazifasini bajarishlik juda qiyin. Iymonim bor deymiz, alhamdulillah, bo'lsin, Alloh ziyoda qilsin. Endi shu iymonni borligini ham amaliyotimiz bilan, hayotda qadam qo'yishimiz, yurish turishimiz bilan borligini yo yo'qligini shu qilayotgan ishlarimizdan ham bilsa bo'ladi. Mana sizlarga birodarlar, qiyomatda gardanimizda soqit bo'lib qolib, sen shularni o'qiding, nechun yetkazmading demasin Alloh, gardanimdan soqit qilib shularni men yetkazaman. Qo'shniga zarar yetkazishlik nima hukm bo'ladi? Qo'shniga yaxshilik qilganga qanday ishlar, ajrlar bo'ladi? Shu to'g'risida payg'ambarimiz muborak hadislarni aytadilar. Hadisni Qur'on tafsiri deb tushuning. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hech qachon oyatga qarshi so'z aytmaganlar va oyatda yo'q bo'lgan so'zni ham aytmaganlar. Allohning kalomini sharhlaydi hadis. Payg'ambarimiz kengaytirib, tushuntirib beradilar. Shu oyatning tafsiridir hadis. Mana mashhur hadis birinchi o'rinda turibdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat. Buni ravisi Imom Buxoriy bilan Imom Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kimki Allohga iymon keltirar ekan, kimki oxiratga ishonar ekan, qo'shnisiga yomonlik qilmasin, qo'shnisiga ziyon yetkazmasin. Kimki Allohga iymon keltirar ekan, kimki oxiratga ishonar ekan, mehmonni hurmat qilsin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar mehmonni hurmat qilsin. Kimki Allohga iymon keltirar ekan, oxiratga ishonar ekan, yaxshi so'zni gapirsin, yaxshi so'zi bo'lmasa jim o'tirsin. Birodarlar, mana Allohga ishongan, qiyomatga ishongan qo'shniga ozor bermasin. Allohga ishonib, qiyomatga ishongan mehmonni hurmat qilsin. Allohga ishonib, oxiratga ishongan har xil yomon gap gapirmasin. Bilsa yaxshi so'zni gapirsin, bilmasa jim o'tirsin. Eng oliy janob fazilat mana shu mehmon navozlik. Shuning uchun sarvari olam biz tomonga qarab, Movarun nahr, u daryo ortida ummatlarim bor. 4 fasl mukammal bo'ladigan joyda, shularda din mustahkam bo'lib, shular dinni yer yuziga tarqatadi deb duo qilgan ekanlar. Ilohiy ularni hayotini barakotli qilgin, ofat balolardan saqlagin deb duo qilgan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Shu mehmon do'stlik mana shu Movarun nahr diyorini xalqida hamma xalqidan ortiq buni baralla gapirsa bo'ladi. Qo'shnichilikni ham endi sal orada dinsizlikning hukmi o'tib qolib, qo'shni nima ekanligini esimizdan chiqazib qo'ydik. Mana shularni esga solamiz. Miqdod ibn al-Aswad radhiyallohu anhu aytadilar: "Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam li ashabihi: Ma taquluna fi zina?" Qalu haramun harramahu Allahu wa rasuluhu fa huwa haramun ila yawmil qiyamah. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarga qarab aytdilar: Zino nima bilasizlarmi? Zino hukmi nima? Sahobalar aytdilar: Zino harom. Uni Alloh harom qilgan va payg'ambar Muhammad Rasululloh harom qilgan, to qiyomatgacha zino haromdir. Zinoga hech ruxsat berilmagandir dedi sahobalar. Bilasizmi? Ey ashoblarim dedilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. 10 ta begona ayol bilan zino qilgani yengilroqdir, qo'shnisini xotini bilan zino qilgandan ko'ra dedilar. 10 ta begona ayol bilan qilgan zino, harom zino tavbasi osonroq o'tadi, qo'shnisini jufti haloli bilan zino ish qilganga. Kechirilmaydigan gunoh deganlar. Qo'shni nihoyatda qarindosh, qanday aka uka bo'lsa shunday bo'lib ketar ekanda. O'g'irlik nima dedilar? Sahobalar aytdi, o'g'irlik haromdir. Uni Alloh harom qilgan va payg'ambari Muhammad Rasululloh harom qilganlar. To qiyomatgacha harom dedilar. 10 ta begona uyni o'g'irlagani Alloh oldida osonroq tavbasi o'tishi mumkin dedilar. Qo'shnisinikini o'g'irlagandan ko'ra qo'shnisinikini kechirilmaydi. Bizda buni aksi bo'lib qoladi. Qo'shninikini payida bo'ladi. Qo'shnisini xotiniga ko'ngli ketib turadi. Yo qo'shnisini molini olishga osonroqda. Lekin tushunmaydiki, bu kechirilmaydigan dahshatli gunoh ekanligi. Qo'shnini haqqi juda katta gunoh. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi bu hadis muborak.
Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu." Qila man ya Rasululloh? Qala allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Bu hadis qasam bilan aytilyapti, birodarlar. Diqqat qiling. Payg'ambarimiz 3 marta qasam ichdilar. Alloh nomiga qasam iymoni yo'qdir dedilar. Bir marta aytdilar. Alloh nomiga qasamki iymoni yo'qdir. Ikkinchi marta. Alloh nomiga qasamki iymoni yo'qdir. Kimni yo Rasululloh deyishdi sahobalar dahshatga tushib. Qo'shnisiga tili bilan, qo'li bilan azor yetkazadigan qo'shnini. Qo'shnisiga til yo ko'ngilni buzib hasad qilib, yo qo'l bilan, yo til bilan, yo yozuvchilik bilan qo'shnisiga azor berib, qo'shnisini ko'p qiynaydigan odamni 3 marta qasam ichib turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iymoni yo'q uni, iymoni yo'q uni, iymoni yo'q uni dedilar. Alloh harom qilgan aroq mas qiladi-da, bir aqlli insonni aqlidan judo qiladi, qo'shnisini yoqasidan ushlaydi, bekordan bekor. Bekordan bekor qo'shnisini so'kadi. Aroq sharmanda qiladi, ichidagi hasadini oshkora qilib qo'yadi. Hali masalani o'zi ham aytib qo'yar ekan, maslik, rostlik deb. Aql bor paytda hasadini bekitib turadi, bildirmay. Ali aql ketgandan keyin ichidagi butun qora niyatini valdir qilib qo'shnisini so'kib, qo'shnisini yomon ko'rishini, qo'shnisiga hasad qilishini gapiradi. O'ldiraman deydi, balo qilaman deydi. Qancha ishlar bo'lgan birodarlar, mana shu iymonsizlik qo'shnisini nikohdagi xotinini umuman xotin qilib olib tortib olgan holatlar ham bo'lgan. Bular hammasi sharmandalik, dinsizlik sharmandaliklari. Buni azobi juda qattiq. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham Alloh ko'rsatadi bunaqalarga. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytibdilar: "La yadkhulul jannata man la yu'minu jaruhu bawa'iqahu." Jannatga kirmaydi qo'shnisiga tinchlik bermagan, nuqul g'alva, to'palon, ig'vo, g'iybat qilib qo'shnisini diliga azor bergan odam jannatga kirmaydilar dedilar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Hazrati Anas radhiyallohu anhu dan bu hadis muborak rivoyat qilinadi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. Meni qo'lim uni qo'lidadir deb Alloh nomi bilan qasam ichyaptilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Iymoni yo'qdir shunday odamniki qo'shnisi uchun yoki do'st birodari uchun o'ziga ravo ko'rgan, o'zi yaxshi ko'rgan narsani o'sha qo'shnisiga yo birodariga ravo ko'rib, unga ham shu narsani xursandchiligini foydalantirish. Masalan, birodarlar, o'zingizga ravo ko'rmaysiz. Birov sizni g'iybatingizni qilishni, sizni haqqingizni olishni, sizga birov yaxshi gapirsa, birov yordam bersa yaxshi ko'rasiz. Ana shu yerda aytilyaptiki, siz o'zingizga nimani ravo ko'rib, nimani yaxshi ko'rsangiz, qo'shningizga shuni ravo ko'rishingiz kerak, yaxshi ko'rishingiz kerak. Shunday bo'linsa, juda iymon mustahkam bo'lgan bo'lar ekan. Anas ibn Malik raziyallohu anhu dan yana rivoyat qilinadi. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu
ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. iymon to'g'ri bo'lmaydi to qalb to'g'ri bo'lmaguncha deyaptilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Iymoni qalbida mustahkam o'rnashmaydi to uning qalbi mustahkam pok bo'lmaguncha. Qalb pok bo'lmaydi tili to'g'ri bo'lmaguncha. Tilda dilozorlik, ig'vo, g'iybat bormi? Fahish so'zlar ishlatish bormi? Dil pok bo'lmay qoladi. Dil pok bo'lmasa, iymon dilda mustahkam o'rnashmay qoladi. Jannatga kirmaydi, qo'shnisiga azor beradigan inson dedilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Bu hadis muborakka yana diqqat qiling. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytayaptilar: "Man aza jarahu faqat azani va man azani faqat azalloh va man haraba jarahu faqat harabani va man harabani faqat haraballoh azza va jalla." Kimki qo'shnisini diliga azor bersa, meni dilimga azor bergandek dedilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Menga azor bermoqlik deyaptilar payg'ambarimiz, Allohga azor bergan bilan barobar. Kimki qo'shnisi bilan urushsa, men bilan urush qilgandaqa barobar. Men bilan urush qilgani, Alloh bilan urush qilgani Alloh o'zi ko'rsatadi. Birodar azizlar, qo'shnichilik Qur'on oyatlarida ham juda ta'kidlangan. Mana shu qo'shnichilik masalasi juda ko'p joyda urush arazlarga olib keladi. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu aytibdilar: "Xaraja Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi ghazatin qala la yashabuna al-yawma man aza jarahu." فقال رجل من القوم أنا بلت في أصل حائط جاري فقال لا تصحبنا اليوم. Diqqat qiling. G'azovat islom yo'lidagi jangga chiqayotganlarida o'zi askar ozu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Alloh madad beradi bizga, duolarimizni qabul qilsak dedilarda, qo'shnisiga azor bergan odam oramizdan chiqib ketsin, bo'lmasam yutqizamiz dedilar. Qarang. O'shani kasriga yutqizib qo'yamiz, qo'shnisiga azor bergan chiqib ketsin sapdan dedilar. Bir odam chiqdi-da, "Men qo'shnimni davoliga bovul qiluvdim" dedi. Chiqib ketdi. "Qo'shilmas sani deb mag'lub bo'lib qolamiz" dedilar. "Qo'shnimni davoliga bovul qiluvdim. Ana shu uchun sen juda katta qo'shningga azor beribsan. Endi bizni oramizda sen bo'lsang, seni duoying qabul bo'lmaydi-da, sen tufayli bizaniki ham qolaveradi shu yerda va mag'lub bo'lamiz, chiqib ket ichimizdan dedilar. Biz shularni ko'ramiz, oramizda yuradi. Shularni, "Ey qo'shningga nima azor beryapsan? Qo'shningga nima yomonlik qilyapsan? Nima davoliga unday qilasan? Nima bunday qilasan?" deb ayta olmaymiz. Ko'p musulmonchilikdan gapiramiz birodarlar. Iloyo o'qigan namozingiz bilan qalbingiz bir bo'lsin. Iloho tutgan ro'zalaringizda qalbingiz ham yumshoq bo'lsin. Ro'za tutsangiz, namoz o'qisangiz, savob ishdan qochsangiz, qo'shniga arazlab gaplashmay yursangiz, qo'shningizni davolingizni oshirib yorsangiz, bo'ladigan oftobni to'sib qo'ysangiz, qo'shningizni manfaatini bir pulga olmay obro'sini o'zingiznikini oldin surursangiz, qanday bo'ladi holingiz? Qanday bo'ladi musulmon mo'minchiligimiz?
qo'shningizni holi tang bo'lib tursa-da 5-6 kun to'y bersangiz, qo'shningizga ha arava tortyaptimi demay aravani chopqillatib uchirib ketaversangiz, o'zingizni joningizni qanday yaxshi ko'rsangiz, mo'min musulmonni ham jonini shunday yaxshi ko'ring. O'zingiz issiqqina uyda o'tirsangizda qo'shni sovqatib chiqsa, bu nima degan gap bo'ladi? Alloh taolo gunohkor qiladi. Ular hali keladi birma-bir. Shuning uchun qo'shnini davoliga bovul qilgan odamni shunchalik qo'shnisini hurmat qilmaganligini sababi payg'ambarimiz uni chiqazib yuborganlari. Iymoni zaif, iymon yo bor yo yo'q. Qo'shnisini shunchalik hurmat qilmagan odam islom jangida nima qila oladi? Buni iymoni hali zaif. Bundan sotqin ham kelib chiqishi mumkin, bundan har balo kelib chiqishi mumkin. Bor bizdan qo'shilma bizaga dedilar. Va duolarga ham buni zarar yetishi mumkin. Uqbat ibn Amir roziyallohu anhudan u kishi aytdilar: "Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Avvala khasmayni yawmal qiyamati jarani." Eng birinchi ko'riladigan qiyomat kunidagi mojaro debdilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qo'shnilarning mojarosi. Bir qarich yerim o'tib qoldi senga, yo bir qarich meniki senga o'tdi. Yo u bo'ldi, bu bo'ldi, ketmon ko'tar, so'qish. Sen suvni ko'pavording, menga oz tegdi. Yo undoq bo'ldi, yo bundoq bo'ldi deb gaplashmaydiganlar birinchi qiyomatda qani nima yetishmaydi ikkovunga. Qo'shni bilan qo'shnini urishi ota bilan o'g'ilni urishiday gap ekan Alloh nazdida. Bunday qarang. Kim go'riga yer olib ketdi? Bunday fikr qiling. Kim go'riga yer olib ketdi? Yerni ichiga kirib ketdi-ku. Hammadan qavatdiya qarang, yer borligiga dunyoni yaratilgan necha yuz minglar bo'lgan bo'lsa, bironta odam bir tanob 1 metr yerni olib kirib ketmadi go'riga. Qolgan hammasi o'z ichiga kirib turpoq bo'lib ketyapti. Yerga yer qo'shilib ketyapti. Talashuv, ko'zochlik. Ana shu hech kim na yerini, na pulini, na narsasini. Ana shuni deb qo'shnilar janjallashib, bir-birini qiyomatda Alloh oldida yana qayta gunohlar qilishga sabab bo'lishadi. Bir odam Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, qo'shnim ko'p dilimga azor beryapti. Ko'p meni qiynayapti. Hech kun bermayapti. Ko'rpa to'shaging narsalaringni olib chiqib yo'lga tasha uyingdan dedilar. Hamma to'shak ko'rpalarni olib chiqib dod yomon qo'shni dastidan men endi ko'chada turaman deb ko'chaga olib chiqib qo'ydi. Yostiq, ko'rpani. Har o'tgan odam la'nat bo'lsin bunga, shu qo'shnisiga shunday azor berildi. Hali dod deb keldi payg'ambarimiz oldiga. Qo'shnim uyiga kirsin, menga hamma la'nat o'qiyapti. Alloh bilan farishta senga anchadan biri la'nat aytadi. Endi odamlarnikini qulog'ing bilan eshitdingmi? Bu la'natning kuchligi Alloh bilan payg'ambar malaikalardan bo'lardi senga. Har qo'shningga do'q qilganingda, har qo'shningga zo'rligingni ko'rsatganingda. Tavba qildim. O'zing ko'chirib olib kirgin. Ko'chirib olib kir. Qo'shni joy olma, qo'shni olgin degan bir nimalar bor. Bir odamni boshiga musibat yetadi shu kunlarda. Shu zamonamizda, shu hayotimizda. Bu endi bir 5-6 yillik gap. Juda katta pulga tushib qoladi bu odam. Endi bu odamdan pul olgani kelishgan pul yo'q. Joyini 30 mingga sotadigan bo'ladi. Shu pulni berishgan. Uy oladigan odam kelsa aytadiki,
uyim 30 ming. Bu qo'shnim 10 ming, bu qo'shnim 10 ming, 50 ming berasan deydi. Uying 30 ming, bu qo'shning 10 ming, bu qo'shning 10 ming, 50 ming bersang ko'chasanmi? Ha, shunday qilsang ko'chaman. Hayron bo'lib ketishadi. Ikkita qo'shnisiga bu yetib boradi qulog'iga. Ular kiratda, ha qo'shni nima joyini sotaman deyapsiz? Nimaga bunday deyapsiz? Ha, bizaga ham narx qo'yib yuborsiz, ha? Uy joyim 30 minglik, ammo ikkovilar 10 minglik. Biz shu yerda turib shu ishga qo'yamizmi deb 15 ming bunisi berib, 15 ming bunisi berib, 30 ming berib qutultirib yuborib, uy joyi qolgan 2 yil, 3 yildan keyin bu odam qutulgan. Ikkita yaxshi, ikkita yon qo'shni, bu qo'shnini shunchalik bularni hurmat qilganiga, shunchalik nima qilganiga erib ketishib 15 mingini bunisi berib, 15 uni qo'shnisini qarzdan qutultirib yuborib, keyin buyog'i yaxshi bo'lib ketgan ekan. Shu odam o'zi aytib berdi-da, ana qo'shnini ulug'i, yaxshisi, saxovat peshasi shundoq bo'ladi. Ammo Alloh saqlasin, yomoni endi keladi. Alloh taolo undan beadad undaqalardan saqlasin. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bu kishi aytadilar: "Qala rajulun ya Rasululloh, inna fulanata tuksiru min salatiha va sadaqatiha va siyamiha ghayra annaha tu'zi jiranaha bilisaniha." Qala: "Hiya fin-nar." قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها يتصدق بالأسوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة. ikkita yoshi ulug' ayolni etishdi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga odamlar. Bitta ayol bor dedilar, kechasi namoz o'qiydi, nafil namozlarni. Kunduzi roza tutib yuradi. Ammo tili bilan qo'shnilariga azor beradi. Do'zaxi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. U ayol do'zaxi dedilar. Uni kunduzi roza tutib yurgani-yu, kechasi namoz o'qigani, uni qalbi nopok, u dili azorlik qilar ekan qo'shnilariga. U do'zaxi dedilar. Bitta ayol bor, faqat 5 vaqt namozni o'qiydi. Buyurgan bir oy rozadagi Ramazonni tutadi. Lekin qatiq, tuxum, sutlaridan qo'shnilariga berib, qo'shnlarini holidan xabar olib, qo'shnlarini shirin gapi bilan u jannati dedilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. U ayol jannati ekan, u kampir jannati ekan. Qo'shnilariga ortiqcha narsalardan, sut qatulardan, tuxumlardan berib tursa, yaxshi gapirib tursa, Allohning buyrug'ini bajarsa, u ayol jannati ekan. Bu yerda eng ulug' darajada nima turibdi o'zi? Mana shu juma vaizlari, ma'ruzalari birodarlar, mana shu hadislardan juda katta ongingizni oshirish kerak. O'zimizni tuzatishimiz kerak. Biz musulmonchilikni to'g'ri olib boryapmizmi? Mana shu narsalarni to'g'rilamasdan turib katta masalalarni ochamiz. Qayoqdagi fatvolarni berib yuramiz? Qo'shning bilan qanday aloqang? Qiyomat kuni Alloh mana uni so'raydi sizdan birinchi gal. Ota-onani so'raydi, bolalarni, muomalani. Ig'vo, g'iybatlardan saqlanganmisan deydi. Ha bandam, siyosatga aralashib yurganding, zo'r qilgan ekansan demaydi. Oilangni tuzatdingmi? Bola chaqangga odob, musulmonchilik odoblarini o'rgatdingmi? Qo'shningni ko'rganda assalomu alaykum deb salom berib, qo'shning bir ish qilayotgan bo'lsa, yordam berishlarini o'rgatdingmi? Hayo, muomala, kamtarinliklarni o'rgatdingmi? Harom halollarni tushuntirdingmi deydi. Domla yetkazadi, qavm amal qilishga harakat qiladi. Qilish kerak hammamiz. Alloh taolo iymonimizni salomat qilsin. O'zimizni tarbiyalashga, o'zimizni haqiqiy mo'min musulmon yo'lidan borishlikka o'rgatishimiz kerak.
Amr ibn Shuayb